Avgust oyidan beri ligada peshqadamlik qilib kelgan klub chorshanba oqshomida o'rnini bo'shatib qo'yishi mumkin. Bu ham yetmagandek, ular shanbagacha o'ynamaydi. Barchaning nazdida 34-turning hal qiluvchi o'yini Arsenal Newcastle, lekin peshqadamlik masalasi o'sha o'yindan oldin ham hal bo'lishi mumkin. Chorshanba kuni City Burnleyga safar qiladi. G'alaba qozonsa bo'ldi. Ular to'plar farqi bilan Premier Liga peshqadamiga aylanib oladi. Buni bajarsa bo'ladi, chunki Burnley bu mavsumda 67 ta gol o'tkazib yuborgan. Premier Ligada hozir bundan ham battarroq jamoa yo'q. Shuning uchun ham Pep shogirdlari faqat 3 ochko uchun kelmayapti. Ular yirik hisobdagi g'alaba bilan uyga qaytish niyatida. Bu voqea yuz bersa, Arsenal shanbagacha chidab o'tirishiga to'g'ri keladi. Newcastle'ga qarshi Emirates'da maydonga tushadi. Ikkinchi o'rindagi klub sifatida. Avgustdan beri birinchi marta. Liganing narigi uchida esa Wolverhampton Tottenhamni qabul qiladi. Wolves Championshipga tushib ketib bo'ldi. Tottenham esa 18-o'rinda. 5 ta o'yin qolgan va 2026-yilda londonliklar hali biror marta ham g'alaba qozonmadi. Vaholanki, o'tgan turda 95-daqiqada gol o'tkazib yuborib, g'alabani boy bergan edi. Bu o'yin Tottenham uchun qandaydir chiqish yo'li emas. Bu ularning oxiri bo'lishi mumkin. Va albatta, Chempionlar Ligasi uchun kurash ham tobora keskinlashmoqda. United, Villa, Liverpool oradagi farqlar ancha yaqin. Sal orqaroqda Chelsea ham ta'qib qilyapti. Da'vogarlar ko'p, lekin joy kam. Mavsum taqdiri bir haftada o'zgarib ketdi. Arsenal avgustdan beri karvonboshi edi. Ertadan boshlab esa Citydan ortda qolishni boshlaydi. Tottenhamda ham ahvol og'ir. Harakatini qilmasa, hammasi tugaydi.